Hello YouTube ahli, sizlar bilan men Alexander. Bugungi videoda biz sizlar bilan Minecraftda survival qilamiz. Ya'ni bu videoda Minecraftda survival qilamiz. Tushungan bo'lsangiz, bu o'rmonni men yaxshi bilaman. Va bu buzilgan portal. Yana aytib qo'y, bu sit xullas men sit berganim yo'qda. Men shunday omadli biyomdan spawn bo'ldim. Ikkita oltin olma. Buni yoqamizda. Men ham yaxshigina modlar qo'shdim hozir. Minecraftga yaxshi olovdan himoya. Sharpness, umbrelling, mustahkamlik. Plus, menimcha bu portalni 100% temir, olmos kirkasiz to'g'rilab bo'lmaydi. Keling unda mana bu menga yoqadigan daraxtdan chopib olaylik. Men bu yerga kirguncha o'rib demak bu yerda tirik qolish oson bo'lmaydi. Ya'ni moblar o'ylaganimdan ham ko'p ekan. Zato narsalar ham ko'p ekan-ku. Va toshni oldim va bu yerdan yana narsalarni olishga qaytib tushishim kerak. Yo'q. Bu jokerni tuzog'ligini men bilar edim. Men IQ'm balandda tushib ketmayman. Men nima qilsam? Grip bermadi. Yo'q, kun botyapti. Nima qilsam bo'ladi? Menda temir bor. Kirka yasab oltinlarni olib ketsammikan yoki qaytib ketsammikan? Mayl koordinatalarni yozib olganim bo'lsin. Farqi yo'q va elektr. Mana shu koordinatalarga qaytib kelishim kerak. Endi yagona yo'l tepaga qurib, qishloq bormi? Qasr. Ammo hozir menga qasrning ham foydasi yo'q-da. Qasrga hali qaytaman. Kuchli bo'lib qaytaman. Undan oldin mana shu yoqqa qarab ketaveraychi. Bo'ldi. Tunlarda o'tkazish muammo bo'lmaydi. Yaxshi, hech bu yerda sochilib ketmay. Qoqib yorishmasin, ya'ni bu yerda yotoqi bor, qishloq o'zi bormi? Galem ertaga yoyvoraman. Yo'q. Qotyapti. Sigir osmonda uchib turibdimi? Uchatda Minecraft 15 FPS dan tushib ketdi menimcha. Shunchalik telefonim kuchsizmi? Menga farqi yo'q. Avampost ham bor ekan. Tur, meni joyim endi bu. Xullas va birinchi tunimizni ham o'tkazib oldik. Hozir men sekingida kirib avampostni umaraman. Meni umarib yorishmasangiz. Eng yaxshi yo'l mana shunday qilib qo'yish. Ammo o'zim qochayotganimda ham shu pant bermasa bo'ldi. Ma bu yoqqa. Qoq. Yo'q, bayroqlik. Yo'q. Xudoga shukr, ikkita jon bilan hal qilib oldik va nechinchi darajali raid edishasi? 2-darajali va arbalet normal sehrlar bilan. Daraja edishasi ozroq ovqat, taxta, unday qilmasam bitta buni tugmani bosamizda olamiz. Va endi bir savol. Men qanday qilib orqaga qaytaman? Bu yoqdan sakrasam 100% tirik qolmayman. Lekin tirik qolishni
Yagona yo'li oltin olma yeb sakrash. Ammo oltin olma yeb sakrasam ham tirik qolmasam, xullas tirik qolmasam like bosmaysizlar. Ketdi. Yo'q, mana bunday tushib va ketdi. O'ldim. Yo'q, tirikman. Yo'q. Men hali bu yerga kuchli bo'lib qaytaman. Meni hozir qo'limdan hech ish kelmaydi. Bu yerda baribir chopib tashlashadi. Shuning uchun jamgina ketamiz. O'zingiz tushunasiz u yerda nima deyishimni. Shuning uchun aytmay qo'ya qoldim. O'yin shunchalik ham qotadim. Ay, bo'lmadi. Endi checkpoint qo'yildi. Va nonni olsak bo'ladi. Va birinchi qator muncha musorlar bosib ketgan. Buni birinchi qatorga olamiz. Buni ishlatib yo'q qilamiz. Nonni mayli shashqilgan o'rniga olamizda va 4-daraja bersa ham obuna bo'ladi. Yo'q. Xullas bu qishloqda bir aylanib chiqamiz. Men boya katta pillagerlarni qasrda zo'r joyda bilaman-da. Qani nima sotasan? Bot. 4 taga oyoq kiyim. Menda 2 ta bermaysan-da, qoch. Xullas do'stlar, mana pillagerlar katta qasri bor-ku, xuddi o'sha yerga borishga qaror qildim. Qarorim boshimni yemasa bo'ldi. Endi men pillagerlarda kuchliroqmanmi? Bekor o'ynashdim o'shalar bilan. Yo'q-yo'q. Yabrmi? Bitta yo'q. O'zini o'zi o'ldirdi. Meni yo'q deb o'ylaysan-da. Nimaga o'lmayapti? Terminatorni o'zini o'zi o'ldirishyapti. Bu juda ham zo'r. Men qafasdagi temirlarni olib ketishim uchun shu ishni qilyapman-da. Golemlarni qoqib ketishim kerak-da, ularni ozod qilib o'yin qotyapti-da bo'lsam. Allaqachon o'zini o'zi yoyib qo'ydi. Yaxshi. Bu yerda golem bittasini yoydi. Malades. Endi golem sening navbating. Atiga 1,5 ta jonim qolganda nimadir qilib qochib qoldim. Shunisiga ham shukr, o'l. Menda reyderda oldidan o'tishga yurak anaqa bermayapti-da. Qalqonni ham qanaqa qo'rishgandir. Ha. Xullas qarayman, bor kuchim bilan yuguraman uyga qarab. Mana bitta golemni hal qildim, ikkinchisi yo'q ekan, hal qilmayman shuning uchun. Yugur uyga qarab. Menga qo'y. U yoqqa borsam o'sha golem o'zi hal qilib qo'yadi uni. Lekin men hal qila olmay qoldim-da. Bittani yo'q qilayotganda bitta yopishib ketmasa-da, bemalol o'ldirsang. Hamma bittani urayotganda bittasi yopishib ketsa nima qilish mumkin? Ovqat yeb oling. Do'stlar, men mana bu qasrga yetib keldim. Ammo bittasidan qo'rqib turibman, meni chopib tashlashlaridan. Xullas, verstakni olganmanmi? Olmayman. Oldimda turibdi ekan. Xullas, bitta bolta yasayman va daraxt chopib tepasiga qurib chiqaman. Meni IQ'im baland, xullas tepada bir yashirin joy bor. Shu yashirin joyni anaqa topishim kerak. Olingan bo'lsa kerak. Ammo kech tushishini ham o'ylab chop. Xullas, chopfolay chiqayotganda chiqaman tomiga, keyin izlash kerak uni. Urushyapsanmi? Xullas, boyaga ovozga ahamiyat bermaysizlar, bitta garang do'stim dedi, bo'ldi varish. U bir ballar devordi-da. Xullas, endi mana bu yerlarda buzamiz. Yana uzr so'rayman. Demak, bu yer emas ekan. Sil yurib yana bir buzamiz. Va
bu yerda ham danam chiqmadi. Demak, bu yer ham emas. Demak, sal buyoqroqqa borib, mana bu yerdan buzib ko'ramiz. Agar chiqsam, zo'r bo'ladi. Bu sirli xona. Afsuski, bu xona ham emas, boltali. Men bir zarbada tilim ketdi. Xullas, bir zarbasida hal qilib qo'ya oladi. Ehtiyotkorlik bilan sindiramiz bo'ldi mana. Yo'q, zombi bor ekan. Agar gripper bo'lsa, yaxshi. Mayli, unda qoqilib ketsam ham, shular tomonidan qoqilib ketay. Hop, bismillah. So. Yo'q, ozgina qoldi do'stlar, tushib ketishim. Tushib ketganda naq 80. Fanar kerak, fanar. Fanar yo'q, yorug'lik bor. Xullas, buni yoqsam hozir yonib ketadi butun yer. Ay kun ishlatamiz. Bu yoqqa yorug' tushiramiz. Va sandiqda Almost chest plate. Men boyman xullas. Va endi bu sandiqni ham ochib ko'ramiz va bu sandiqda epichni mayli oltinlar yaxshi, ammo bu boshqa narsa. Mayli, bu qilich menga qadrli edi, ammo suyak ham kerak bo'ladi. Suyak kuni gap. Buncha o'yin qo'yapti. Xullas, paqirda olamiz. Oltin olish uchun nimani tashlay? Bu do'stlarni tashlaymiz. Endi oltin olish uchun nimani tashlay? Urug' kerak bo'lishi mumkin-da. Hammasi kerakli emas zo'min go'shi. Endi plastinka uchun nimani tashlayman buni? Va buni olamiz, kerak bo'lib qoladi. Va bu yer yagona yer emas. Hali bu yerdan yana bitta bor. Faqat bu ham sal buyoqroqda bo'lishi kerak. Ammo u yerda juda ham zo'r narsa bo'ladi. Men bekorga ko'p anaqa o'ynamayman-da Minecraft. Va to'g'ri o'sha xonaga tushdim. Endi bitta minus tarafi uning ichidagini olish uchun mana obsidianni qo'llab bitish kerak. Bu nima? Xullas, buzib olay, ko'rasiz. O'chirish uchun aytmaydi. Bittani buzishga naq 1 daqiqa ham ketmadi. Demak, ikkinchisini buzishga 1 daqiqa ketsa kerak. Xullas, buzamiz. Buncha mehnat evaziga olmos blok. Bitta olmos blok. Endi nimani tashlayman demayman, suyakni bu yoqqa olsak. Diamond blok! Tasavvur qilyapsizlarmi? Diamond blok! Men boyman уже. Va himoya aslaham 7 ta himoya beryapti. Temir aslahadan sal kuchsizroq aslaha. Zato endi men bu obsidianli qutichadan qanday chiqaman derdim agar menda blok bo'lmaganida. Ammo endi bitta savol bor. Men bu yoqdan qanday ketaman? Bu yerga kelishni o'ylabman, ketishni o'ylamabman-da. Lekin men bir ish qilmoqchiman. U ish men bu yerdan xullas kutubxonani topib, bu yerdan kitoblarni uxlatib ketishim kerak. Ya'ni sehrli stolni yasashim uchun. Xullas, mayli deymiz, kutubxonani izlash kerak. Kutubxona kerak menga, kutubxona.
xona. Pastki qavatlarda yo'q. Yo'q, ikkita zombi sal ko'prik qiladi-da. Akalar qo'rqasan, lekin uyda paydo bo'laman-da. Lekin men o'yinim shunday qotyapti, chang juda katta-da. Xullas, videoni shu yergacha ko'rganlar uchun rahmat. Iltimos obuna bo'ling.